Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana biz Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Mana bu hamisha ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning vokzaldagi Edim Plaza mehmonxonasiga xush kelibsiz. Mana bu yerda hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa davlatimiz ham bo'y biladi. Mana shunday hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda 70 mamlakatdan mehmonlarimiz kelib, bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning tarixiy obidalarini ko'rib, bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz ulug' avliyolar yurti, Ibn Sinolar yurti, 7 pirlar makoni. Mana shu yerda hozirgi kunda mana shunday bizning O'zbekistonimiz, ayniqsa bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro xalqimiz mehmondo'st xalq. Mana shunday bizlarga qadimiy tarixiy obidalarimiz, mana bunday ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana shunday mehmonxonalarimiz bor. Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bu ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Buxoro viloyat, Buxoro shahar vokzaldagi Edim Plaza mehmonxonasiga xush kelibsiz. Bu yerda o'zimizning milliy taomlarimiz, balazanaxut, sho'rva, plov, shashlik, mana shunday o'zimizni milliy taomlarimiz pishirilib mehmonlarimizga beradilar. Mana Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytirish, har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa, davlatimiz ham bo'y biladi. Mana shunday hozirgi kunda 70 mamlakatdan Afg'oniston, Dogiston, Pokiston, Hindiston, Fransiya, Bolgariya, Germaniya turli mamlakatlardan mehmonlarimiz kelib, mana bunday mehmonxonalarimizda, mana bunday dam olish, choy ichish, mana milliy taomlarimizdan iste'mol qilishadi. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz ulug' avliyolar yurti, 7 pirlar makoni. Qadimdan o'zbek xalqimiz mehmondo'st xalq. Ayniqsa bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga qadimiy, tarixiy obidalarga boy mana shunday ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Edim Plaza mehmonxonasiga xush kelibsiz. Novot qo'shib choy beramiz ichsangiz. Asal qo'shib choy beramiz ichsangiz. Mana shunday Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Buxoro shahar vokzaldagi Edim Plaza mehmonxonasiga xush kelibsiz.